Gigant. Nomradi. O'zbekistonda bo'lib turibdi. Xorazm. O'rganch mol bozori. Necha so'radingiz? 80 so'radim. 80dan teraziga so'rab turibdilar yana realniy savdosi. Xudo xolasa teraziga chiqsa videosini qo'yamiz. Ko'rasiz nasib etsa. Burga chiqay bu mol bozori. Bering bu. Bering bu. Besi ketganmag'i? Ya o'z cho'ylingizdan nav chiqsa qaytib bering deb. Bering. Bering bu odamni. 80dan. Bering bo'ldi. Bering. Bundan ortiq bo'lmaydi. Ey, razol pesangiz. Razol qo'lim bu. Bering. Javob. Bering. Ikki bosing bo'ldi. Javob. Ko'nglingizda bir so'm bo'lsa qaytib bering. Ne kadar qaytib berasiz? Ketdi 80 mingdan gigant ketdi obunachilarga. Nomradin. 80 mingdan besi gitti. Gigant bu qarang, jonivora qarang. Mashallah deb yozaverasizlar, keldi bu teraziga. Ben terazinin üstünde tepede durma obunachilar. Şundan benden büyük. Gördünüz mü beni? Ne canavar. Arroş. Neçe? Kana kaçı kayaldınlar mı? Ayakını öyle mi? İne obunachilar. Bir tonna 250. 248. Bir tonna 250 bu. Bir tonna 248 geldi ortakla. Bir tonna 248 vas yok kilosu. Neda so'yladi? Paxtakarda. Paxtakarda so'yladi, brat yana borasizlar. Zo'r nechak borasan? 2025-yil 28-dekabr. Urganch Qaybomol bozori. 30 kuni so'yamanlar eshitdingizmi meni? Nomradini ketdi bozoring.